Azizlar, qaranglar, sizlardan yana biz yordam so'rab chiqdik. Kech bo'lsa ham keldik, mana tashrif buyurdik. Qirg'iziston O'sh shahri Kaleni ko'chada bir 2 sotix uy ekan, o'zi bir 3 xo'jalik yashaydi ekan, erkaklari yo'q ekan hozirgi kunda. Juda ham bir qiyin ahvolda ekan. Mana bugun bo'lgan ish bo'lyapti, 7-dekabr bo'lyapti azizlar. Iloji boricha mana shu videoni befarq qoldirmanglar, do konca ko'ringlar oxirigacha. Yordam bera olmaydigan bo'lsanglar azizlar, mana shu videoni unga podelitsiya qilib, mana shu rosa egasini topib keldik. Qish kelyapti azizlar, ertaga o'zi qor yog'ib qo'yadi. Kelinglar shu insonlarga yordam beringlar. Hozir o'zingizlar ko'rasizlar, hech narsa qolmabdi, yashashga sharoiti yo'q umuman. Mahzun bo'lma. Senda eng katta ne'mat bor, chunki sen tavhid kalimasini aytganlardansan. Ahli qilasan, musulmonsan, qo'lingni duoga ko'targan kishilardansan. Sen mahzun bo'lma. Mahzun bo'lma, chunki sen hayotning yengil og'ir, issiq sovuq, faqir boy holatida ham foyda ustasan. Rasul aytgan-ku, mo'min ish ajablanadi. Qanaqa kun kelmas uni foydasiga. Yaxshi kun yetsa Allohga shukr qiladi, savob oladi. Mashaqqatli kun kelsa sabr qiladi, yana savob oladi. Bu faqat kimga berilgan? Mahzun bo'lmaydi musulmon odam. Mana shu videoga befarq bo'lmanglar. Erkagi yo'q ekan, hozirgi kunda bir oqsoqol bor ekan, juda ham qari kishi. O'zim kelib ko'rib, ko'zim bilan ko'rib, sharoitni o'zim qilsam berib ketaman desanglar, o'zingizlar kelib berib ketsanglar ham bo'laveradi. Bo'lmasa karta nomerlarni qoldiramiz, qaranglar. 1, 2, 3, 4 ta xonada plus koridori. Hech narsa qolmaganda azizlar. Svetlari yo'q. Hozir ham mana shu yerda qayga boramiz deb opalar o'tirishibdi, juda ham jajji go'daklari bor ekan. Ekson qilaman deb o'tirgan, egasini topolmay o'tirgan akalarimiz bor, musofir yurtlarda u yoqdan bu yoqdan bizni kuzatib turgan akalar, kelinglar shularga bir yordam beraylik. Azizlar, o'zimni mehribonlarim, qo'lingizdan pul berish kelmasa, yordam kelmasa, albatta pul emas bu yerda. Nima yordam bersanglar beringlar. Qishki kunida juda yomon xunuk ish bo'ldi. Shu bitanglar to'shay deysizlarmi, chaynak pelalarigacha yonib ketibdi, gilom deysizlarmi, qo'lingizdan nima kelsa beringlar. Adreslarni sizlarga aytib qo'yaman. Ertadan o'zingizlar kelib, ko'rib, sharoitda yordaminglarni qilaverasizlar. Ehson qilaman desanglar, rosa mashinalar egasi, iloji boricha soat 5 aka-ukalarim juda ham ko'p. Iloji boricha mana shu videoni yana qaytarib aytyapman. Unga bunga jo'natib olinglar, WhatsApp guruhlarga tarqatib olinglar. Ashlarga yetib borsin azizlar. Adreslarimiz Qirg'iziston O'sh shahri, hamma bilgan Kaleni ko'cha bo'lyapti. Kaleni ko'chadan Paxtabatskiy degan ko'chasi bor. Paxtabatskiy 134-xonadonimiz bugun